Akalar 1 minut o'tkazmay turinglar. Bugun Damas mayatining haqida to'liq gaplashamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Ko'rishdan oldin bittadan like bosinglar. Juda foydali ma'lumot beraman. Mana bu qo'limdagi koreyskiy o'zidan chiqqan mayatning, bunisi esa quyma. Ko'rishlaring mumkin, qanaqa holat bo'ldi. Xo'p, akalar, ko'pchilik ustaxonaga boradi, mayatni qo'ydiradi. Ko'pchilik bilmaydi, qaysi quyma, qaysi radnoy bo'ladi. Quymalar mana shunaqangi chekkalarida nuqta-nuqtalar bo'ladi. Mana qirg'oqlari tekis bo'ladi. Plus nakinishni tushirgan joyi 100% konusviy bo'lmaydi. Endi akalar, biz mahsulotimiz nimadan qilamiz desalaring, mana shu Koreya korpusdan qilamiz. Haqiqiy o'zinikidan chiqqan zavodskoydan qilamiz. Shundan mana shunday Koreya korpus qilamiz. Tepa pachivnik katta vtulka bo'ladi. Plus katta pachivnik 1 yil garantiya 10 yilgacha ishlaydi. Xo'p, akalar, pastda video qoldiraman negativlar uchun. O'zinglar shuni ko'rasizlar, mana shu video tagida ko'rasizlar. Bitta akamiz jo'natishgan. Mana pachimlik mayatikning xususiyati. Sal bo'lmasa chiqib ketadi. Bu ko'rganlaring quyma mayatning. Mana shu holat bo'lgan. Xo'p, mana shu narsa ham bizga quyma mayatlik kelgan. Buni bizda to'g'rimiz bilishmagan, ustini zavodga o'xshatib qo'ygan. Ustini shilib, vtulka qoqilgan jarayonda sinib ketgan shu narsa. Ko'ryapsizlar, hech qanaqangi haligi balgarga solib yo boshqa qilinmagan. Bu bor narsa mana. Bu narsa odamning hayoti akalar. Bu narsa bilan o'ynash bo'lmaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu narsani mana shu butun turish 230 ming so'm. 1 yil garantiya 10 yilgacha ishlaydi. Eski temirini bersalaring 130 ming so'm berasizlar. Bo'ldi, shu bilan hal bo'ladi. Profilga obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan da zo'r videolar qo'yamiz. Salomat bo'ling.